Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash olib borilib, jamiyatni bunday illatdan tozalashga harakat qilinmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyat prokuraturasining bo'lim prokurori xizmat mavqeyidan foydalangan holda Denov tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi yurituvidagi 1999-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan to'plangan tergovga qadar tekshiruv materiallarida jinoyat alomatlari mavjud bo'lsa-da, lekin jinoyat ishi qo'zg'atmaslik to'g'risida mazkur tuman Ichki ishlar boshqarmasiga ko'rsatma berishini aytib, evaziga 2000 AQSh dollari talab qiladi. Joriy yilning 5-sentyabr kuni u so'ralgan pul mablag'idan 5 million so'mni o'zining nomidagi plastik kartaga o'tkazdirib oladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Termiz shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda u talab qilingan puldan 1300 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi xizmat guvohnomasi. Ariza muallifi bilan uchrashdingizmi? Biron bir undan moddiy qimmatliklar oldingizmi? Hozir pul o'zi qayerda? Cho'ntagingizda. Holat yuzasidan prokurorga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Boshqa holatda esa qayerda kim bo'lishdingiz? Andijon viloyat fuqarolik sudiga pul hayatida sud yordamchisi. Bu bahsga kimga tegishli? Andijon viloyat sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasining katta yordamchisi Andijon shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan ayolning nomidan Andijon tumanlararo fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga da'vo arizasi kiritib, yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali ayolning sobiq turmush o'rtog'iga tegishli mol-mulklarning bir qismini uning foydasiga hal qilish haqida qaror chiqartirib berish evaziga 500 AQSh dollari talab qiladi va sudya yordamchisi hozirga qadar so'ralgan pul mablag'idan 200 AQSh dollarini oladi. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Andijon shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda u qolgan 300 AQSh dollariga teng hisoblab 3.800.000 so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda sudya katta yordamchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Bu kabi qonun buzilishi Jizzax shahrida ham qayd etilib, unda mahalliy advokatlik hay'ati advokati o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda Mirzacho'l tumanida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro bilan o'zaro til biriktirib, Sirdaryo viloyatining Guliston tumanidagi Manzil koloniyada ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tayotgan mahkumni Jizzax viloyat sud tizimidagi tanishlari orqali oqlov hukmi asosida muddatidan oldin ozodlikka chiqarib berish evaziga 6000 AQSh dollari talab qilishadi. Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari xodimlari hamkorligida Jizzax shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. 1, 2, 3, 4, 5, 60 ta demak, har biri 100 AQSh dollaridan 60 tani umumiy 6000 AQSh dollar. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.